Qurilishmi? Axir bu juda oson-ku. Brigada to'plaman, materialni sotib olaman va boshlaymiz. Nega har doim muammolar kelib chiqaveradi? Ha, tushunarli. Men sizga buni hozir jonli ko'rsatib beraman. Misol uchun bir ishchi devor qurmoqda, ikkinchisi elektr o'rnatmoqda, uchinchisi materialni qidiryapti. Materialim qani deb. Lekin materialni o'zi hali buyurtirilmagan. Qarang, qurilishda reja yo'q bo'lsa, natija shunday bo'ladi. Hamma bir xil ishlaydi, lekin natija tartibsiz holatga keladi. Ha, lekin bunday bo'lmasligi kerak-ku. Ha, to'g'ri aytasiz. Shuning uchun ham rejalashtirish muhim. Qurilish bu uy qurish degani emas. Qurilish bu sistemani boshqarish. Menga tushuntiring-chi, qurilishni rejalashtirish nimadan boshlanadi? Avvalo qurilishda rejalashtirishni ketma-ketligini belgilash kerak. Ketma-ketligi belgilansa, nima bo'lishini men sizga o'zi ko'rsatib beraman. Misol uchun bir ishchi devor qurib bo'lgandan keyin elektrik keladi. Elektrikaga o'tkazishim kerak deydi. Yana birinchisi keladi, elektrika o'tkazish uchun devorni buzish kerak deydi. Endi tasavvur qilib ko'ring. Shuni tuzatish uchun qancha vaqt va qancha xarajat talab qiladi. Bu juda qimmatga tushadi. Ha, shuning uchun rejalashtirish qurilishda 50% muvaffaqiyat degan. Demak, men planer yo'llashim kerakmi? Albatta planer yo'llashingiz kerak. Hamma planer ham yaxshi ishlamaydi. Nega deb o'ylaysiz? Chunki hamma planer ham qurilishni ipidan ignasigacha bilmaydi. Sababi keyingi videoda ko'ramiz.